O'rtoqlar, yoshligimizda har birimizni uyimizda kamida shunaqa burchak bo'lgan va shu qatori shunaqa mashina o'yinchoqlarimiz bo'lgan, to'g'rimi? Va har birimiz shu mashinalarni kelajakda haqiqiysiga aylantirishni orzu qilganmiz, maqsad qilganmiz. Videoga bitta like bosib, ichingizda niyat qilib qo'ying, men sizni hozir orzularingiz tomon bir qadam bo'lsa ham yaqinlashtiraman. O'rtoqlar, umid qilamanki, kimki shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, xudo xolasa kelajakda o'yinchoq avtomobillari haqiqiysiga aylanib, kamida garajingizda shunaqa avtomobillar tursin. Videoga bitta like bosib, albatta do'stlarga ulashib qo'yishni unutmang.